Ana bu bizden nasos bayağı. Ana hazır ötkende su ulu kelip bere kirip turgan güldürüp gurgurap kirip turgan kezde su kirip turgan. Mana oşundan kalgan su. Mına al gel. Hem bir yerde kişine baldar tazalap nasosdu bir işletip görgün okşaydı. Mına bul jağı mana suyunu ko'raverasizlar, ko'rib turasizlar. Bu jaqa su yo'q. O'zi boshda aytganday g'oriz qilish kerak. Ge turbamen olib kelish kerak. Ishaqsa shunda ana suv bo'ladi. Yemi bu baldar aytganni hukumatga kimdir aytgan ishqsa hukumat yemeni ko'ldan turba bilan suv tortib kelganga yeme nede yemeni sızdirtib berem debdir. Prek. Oşonda ko'ldan kelsa bu nasosni o'sha ko'lga olib borib tashlash kerak bo'ladi-da. Bir yo'li gana ayda berginge bo'ladi. Bir yili yo'li ayda bersa bo'ladi. Bu nasos 200'lük. Biroq bizga 200'lük ozlik qilishi mumkin. O'sha mumkin bo'lishicha 300'lük bo'lgani yaxshi. Mana unda naraqda ko'rinib turgan ko'prikni tajiklar saç buzilgandan keyin ödödö köprükni buzib bir ayda olib kelib qurib qo'yishgan. Kechini yeme bo'lganda mana avuz Qaybalayev qiraqda kishini yo'l to'sib yeme qilganda tartibga chaqirgan. O'shanda bir ayda mana shu köprükni jo'qordan buzib olib kelib qurib qo'ydi. Narqi betdi lagerga kelgan yo'l barildi. O'shal yo'lni kengaytib tayyorlab köprükni olib kelib qurib bir oyning ichida o'zlarining yo'lini salgan. Mana al jaqda o'didi. O'shal eme turgan yerlerde yo'l ketgan. Arqo'yizda qo'mishlar ishlayotadi. Dehqonchilik. Mana nasos chiqqan yeri 200'lük turba bilan chiqib, kelib yosh kerib, mana al bayağı shlanga. Shlanga yemi qancha? 70 mi, 80 mi, 100 mi, 200'lük turba bilan ketish kerakmi? Mayli. Hepsi ona bu nasos işleyip ahırı başka ko'lga boradi. Yemi hali hukumatning aytgan yemesini olsun adamları alıp bilelek de bo'lishi mumkin. Ana mumkin ilgari o'g'ib birgalikda hali hukumat bilan birgalikda yemeni proyektni sızıp tezletip tayyorlash kerak. Yemi bu proyekt sızışda jaman qimmatga tushadi ekanda mamlakatdan yemesi bo'lgandan keyin mumkin bo'lishuncha bekor bo'lish kerak. Bekor sızilish kerak. Bu yog'ini mamlakat deputatlar o'zlari biladi. Mayli.